tarixga bir nazar solib, musulmonlarni yashagan davrida sog'liqni saqlash muhimligi qanchalar ko'klarga ko'tarilgan. O'rtadan 800 yil o'tib, Yevropada asta musulmonlardan o'rganib tibbiy holatlar yuksala borgan. Ulardagi tarixiy holatdagi voqealarni ham bir oz bo'lsa-da o'rgandik. Qadimda musulmon tabiblarni imtihondan o'tkazish holatlari bo'lgan. Birgina Bag'dodni o'zida 931 melodiy sanada, ya'ni 311 hijriyda 860 tadan ortiq tabib bo'lgan. Endi bundan tashqari yana hisobga kirmagan o'sha saroydagi tabiblarning hisobi bundan ham oshib ketadi agar qo'shilsa. Bularni hammasini bir paytlarda imtihon qilingan, ularga o'sha qasamyotlar qilingan va ularni qo'liga ruxsatnomalar berilgan. O'sha ruxsatnomalardan tanishadigan bo'lsak, unda yozilyapti: Bismillahirrohmanirrohim. Boriul Azimning izni ila haqiqiy ilmga ega bo'lgani uchun, bu ishni yaxshi bajarish qobiliyati bo'lgani uchun falonchi fistonchi o'g'liga jarrohlik kasbini qilishga ruxsat beramiz. Ana shularga binoan u jarohatlarni tuzalguncha muolaja qilishi, tomirlarni ochishi, bovasirlarni olib tashlashi, tishlarni olishi, jarohatlarni tikishi va bolalarni poklashi mumkin. U doimo o'z raislari ila maslahatlashib turmog'i lozim. Ishonchli ustozlaridan nasihat olib, ularning tajribasidan foydalanmoqi zarur. Hozirgi shahodatnomadan ko'rinib turibdiki, o'g'il bolalarni xatna qilish ham o'shalarni ruxsati bilan o'shalarni qo'liga topshirilgan. Kim ko'ringan usta xatna qilavermagan bizga o'xshab. O'sha qadimdan hozirgidek ijozasi bor, ruxsati bor, hujjati bor tabiblarga insonni salomatligi ishonib topshirilgan. Bularni hammasi yuqoridagi oyatlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rsatmalaridan ilhomlanib shu darajaga yetganlar. U tabiblarga yana alohida tavsiyalar berilgan, shifoxonalarga yozib qo'yilgan ko'p narsalarni, ularni keyin qiladigan amallarini kun tartiblari ham bo'lgan. O'sha kun tartiblarida birinchisi namoz o'qish degan, ikkinchisi shar'iy va tibbiy kitoblar o'qisin, bemorlari huzuriga chiqsin va hokazo. Shunchalar bo'lim bir 11 ta 12 ta boblar, bo'limlar bo'lgan. Mana shularga hammasiga qat'iy rioya qilingan. Hamma mo'min musulmonlar qo'lidan kelganicha tib ulamolariga maslahatlarini solgan, salomat yashab ibodatlarini, mehnatlarini qilganlar. Aytilgan masalalardan Robbimiz hammamizga yaxshi manfaatlar bersin.